Assalomu alaykum. Bugun 14-mart pi sonining tug'ilgan kuni ekan. Demak, pi soni matematika va fanlarning ko'plab sohalarida fundamental ahamiyatga ega bo'lgan irratsional son hisoblanadi. Bu son aylana uzunligining diametriga bo'lgan nisbatini ifodalaydi va ilm-fan, muhandislik, texnologiya va tabiat qonunlarida muhim rol o'ynaydi. U eng birinchi Bobil va Misrda aniqlangan 3,125 ko'rinishda. Undan keyin Arximed buni ancha aniqroq topadi. Arximed 3,14 hamda yana 4 ta kattakicha aniqlikda topadi. Pi sonining o'z haqiqiy tug'ilgan kuni 22-iyul hisoblanadi. Chunki 22 ni 7 ga bo'lib Arximed pi sonini nima qilgan, keltirib chiqargan. Shuning uchun 22-iyul pi sonining yana bir tug'ilgan kuni bo'lib hisoblanadi. Undan so'ng o'zimizning bobolarimiz G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy ham pi sonini juda ham aniqlik bilan topadi. U hatto 16 butundan keyin 16-kattagacha aniq sonlar bilan topib beradi. Al-Koshiy shunchalik kuchli matematik bo'ladiki, hatto uni Yevropada Koshi teoremas deb eshitganmiz. O'shalar al-Koshiy nomiga qo'yilgan. Buyuk fizik Robert Cook ham o'zining o'g'lini al-Koshiy sharafiga Koshi deb ham ism qo'ygan ekan. Bundan tashqari hozirgi kunda pi sonining juda ham aniq qiymatlari aniqlangan. Hatto Google firmasi tomonidan 31 trillion raqamgacha bo'lgan sonlarni nima qilingan, aniqlik bilan o'lchangan. Lekin o'zi bir koinotlarni o'rganish uchun deyarli butundan keyin 39 ta raqami ham yetarli. Pi soni fundamental kattalik bo'lib, mana bu olamni o'lchashda juda ham ahamiyati katta. Hatto mana biz kosmoslarga chiqamiz, olamning o'lchamini aniq o'lchashimiz uchun, raketalarimiz aniq yetib borish uchun pi sonining aniqligi juda ham aniq bo'lishi kerak bo'ladi. Bo'lmasa kosmik kemalar adashib ketishi mumkin yoki olimlarimiz hisob-kitoblarda. Pi soni haqida mana shunday gaplar. 22-iyulda ham pi sonini nishonlash esimizdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.